Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda Koreyadan yetib kelgan BMW i520 modelimizni tanishtirib o'tamiz. Mashinamiz elektromobil emas, benzin bilan jihozlangan bo'ladi. Kapot qismida 2 litrli bahaybat turbina motor yotibdi. Mashinamiz eng oxirgi full komplektatsiyada chiqqan 2024-yil bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsa, mashinamizni Harman Kardon audio sistema bilan jihozlangan. Abduf, abagrev, palasa udержания, head-up display, xullas hamma yo'g'i bor. Mashinamizning ustiga nima deysizlar? Hamma sistemalar xudo xolasa ishlaydi mashinamizni. Panoramli tomlari albatta mavjud, joystiklari ham hamma yo'g'i xudo xolasa ishlaydi. Rullarda ham multimedia hamma yo'g'i mavjud. Sidina saqlovchi hamma funksiyalari xudo xolasa bor. Mashinamiz orqa qismiga keladigan bo'lsa, orqalari ham shunaqangi keng bo'ladi. Bemalol xotirjam o'tirib ketgani, albatta qulay mashinamiz eng oxirgi full komplektatsiyada. Bagaj qismiga keladigan bo'lsa, bagaji ham juda ham katta, keng, bemalol hamma narsa sig'ib ketadi, elektronli bo'ladi. Oldiga keyin body kitlari ham taqilgan, shunaqangi bakovoylarni qop-qora qilib, pastga spoilerlarni ham o'rnatib bergan. Mashinamiz yana ham ochib, yana ham deriski qilib beradi mashinani xudo xolasa. Sizlarga ham shunaqangi inomarka mashinalar zarur bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mashinamizni Toshkentga xudo xolasa sotganmiz. Toshkentdan turib bizga zakaz berishdi, vodiydan xudo xolasa minib chiroyli qilib, mo'ykalarni qilib albatta topshiryapmiz. Mashinamiz probegi atiga 8000 kilometr yurgan bo'ladi. Avtosalonlarda 85 ming, 90 mingga yaqin sotilyapti. Bizda birinchi qo'lligi uchun 80 ming dollarga mashinamiz baraka qildik. Sizlarga ham shunaqangi ishonchli inomarkalar zarur bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.